Qalb pokligi. Ey inson, zohiran kirli bo'lish seni Allohning uyiga kirishdan va uning kitobini o'qishdan to'sib qo'yadi. G'aflat esa seni Allohning huzuriga kirish va kalomini anglashdan to'sib qo'yadi. Egalik qilgan hayvoningni boshqaning dalasiga kirishdan to'xtatganing kabi nafsoniy orzularga yo'nalgan vaqtingda Allohning buyruq va qaytariqlariga tobe bo'lgan holda o'zingni ham to'xtata olgin. Ko'zlaringni yumgin. Alloh qaytargan narsalarga qaramasin. Qalbing doimo shod bo'lishni istasang, uni nafsoniy orzulardan va butun hirslardan saqlagin. Tanlovchi bo'lgin. Alloh taolo yaratgan maxluqotlar orasida sha'niga, sharafiga uyg'un bo'lganini o'zi uchun qandoq tanlagan? Sha'niga uyg'un bo'lmaganini koinotga qo'yib yubordi. Sen ham shunday qilgin. Bu shunga o'xshaydi. Hukmdorga xizmat uchun qullar taqdim qilinadi. Hukmdor esa bulardan ma'qul ko'rganlarini yonida tutadi. Ko'rmaganini esa xalqning orasiga qo'yib yuboradi. Hikmat sohibi esang, bo'yningga kunduz kabi oydinlik nur tashiysan. Gunohkor esang, kecha kabi qop-qora munchoq tashiysan. Bo'yningdagi qora munchoqni sen ko'rmasang ham, uni boshqalar ko'radi. Ko'rmayapsanmi? Quyoshni faqat ko'rlar ko'ra olmaydi. Ilm va amal. Ilm faqatgina unga amal qilinganda foydalidir. Masalan, bir hukmdor vaziriga amal qilishlik uchun bir farmon yozsa, vazir bularni o'qisa-yu faqat hech narsa qilmasa, buning kimga foydasi bor? Basiratsiz ilm sohiblari dovdiragan holda yo'llarini qidirgan ko'rlar jamoasiga o'xshaydi. Ichlarida birgina ko'zi ko'radigan bo'lsa, unga tobe bo'ladilar. Ilm ila amal qilmagan inson atrofini yoritmoq uchun o'zini yoqqan shamga o'xshaydi. Jaholat g'aflatga sabab bo'lgan ilmdan yaxshiroqdir. Bilginki, a'zolardan kutilgan mevalar berilganda, a'zolar qullik amalini bajarganda, qalb tilga zikrni, ko'zga haromdan saqlanishlikni, quloqqa hikmat eshitishni, qo'l va oyoqlarga yaxshilikka yurishni nasib qiladi. Ba'zilar aytadilarki, Allohning do'stlari hammaga tanilganlarida balolarga uchraydilar. Tanilmaganlari esa xalqning ichida rohat bilan yashaydi. Muttaqiy bir qul bo'lsang ham, sen kabi bo'lmagan biri bilan o'tirganingda g'iybat va fisq va fasod qilishni boshlaydi. Nafsingga mag'lub tushasan. Qalblarning vayronaga aylanishiga sabab bo'lgan yagona narsa insonda Alloh qo'rquvining oz ekanligidir. Unutmaslik kerakki, sog'lom qalb hech qanday go'zallik uni Allohdan to'sa olmagan qalbdir. Sen ham qalbingni sog'lom bo'lishini istayotgan bo'lsang, tavba maydoniga chiq va huzurga qovushgin. Zillat, hoksorlik libosini kiygin. Shu holatda qalbing shifo topsin. Holbuki sen haddan ziyod yeyishlik bilan semirib ketmoqdasan, kekkaymoqdasan, xuddi qurbonlik uchun boqilgan qo'chqor kabi. Bilmaysanki, o'zingni o'zing bilmasdan qurbonlik qilyapsan. Gunohlarga botgan bir kimsa bo'lsang ham hikmat majlislaridan uzoq qolma. Men shu gunohkor yashash tarzimni tark qila olmayman. Bunday majlisga kelmoqlikning nima foydasi bor deb o'ylama. Zero merganning vazifasi nishonga otmoqdir. Bugun nishonga urolmasa, ertaga albatta uradi. Tadbirli kishiga Allohning hissasi nafsining hissasidan sevimliroq tuyuladi. Ilohiy sirlarga faqat ixlosli bo'lganlar yetisha oladi. Holbuki sen faqat nafsingga yeydigan, ichadigan har narsani beryapsan. Bundan tashqari qalbingda dunyo sevgisi bor. Dunyoni sevish g'ofilning ishidir. G'ofillar esa hukmdorning sirlariga voqif bo'la olmaslar. Chuqur tushunchalarga g'arq bo'lmaguningcha ilohiy nur senga kelmaydi. Bir qalb uchun yolg'izlikdan foydaliroq biror narsa yo'qdir. Qalb yolg'izlik soyasida tafakkur daryosiga sho'ng'iydi. Borliqlarning suratlari bilan oynasini to'ldirgan qalbning yorqinlashishi mumkinmi? Nafsoniy orzular bilan bog'langan bir qalb Allohga to'g'ri qandoq yuguradi? G'aflat kiridan poklanmagan bir qalb huzurga qabul qilinishi qanday umid qilinadi? Gunohlardan tavba qilmagan bir qalb ilohiy sirlarga voqif bo'lishi qanday umid qilinadi?
Gunohning, g'aflatning va xatoning tamalida nafsning xushnud, rozi bo'lishi bordir. Ibodatning, hushyorlikning va iffatning tamalida esa nafsdan xushlanmaslik, norozilik yotadi. Bir borliqdan boshqa bir borliqqa ko'chib turma. Bo'lmasa tegirmon markabiga aylanasan. Aylanib yurib, harakat boshlangan nuqtasiga qaytadi. Sen ham borliqlarni tark qilib, ularning yaratuvchisiga qaytgin. Albatta, oxiri qaytib boriladigan joy bu Robbimning huzuridir. Ilohiy nurlar qalblar va sirlarning markabidir. Bu nurdan mahrum bo'lishlik nafsning, unga sohib bo'lish esa qalbning aksaridir. Alloh bir quliga yordam qilmoqlikni istaganida bu nur qo'shini bilan unga yordam qiladi va u qulga qorong'uliklarning zarar berishidan asraydi. Nurning kashfi, basiratning hukmi, qalbning esa tavajjuhi bordir. Alloh ularni har turli g'am qayg'udan uzoq tutgan. Ular ham Allohning kafil bo'lgan ishlariga aralashmasdan, uning buyruq va qaytariqlariga tobe bo'lish bilan mashg'ul bo'lishgan. Alloh ularni boshqalarga yuk qilmasligini, boylik va saxiylikdan ham mahrum qilmasligiga ishongan va anglashgan. Borliqlar, maxluqotlarning zohiriy yuzlari g'aflatga, botiniy yuzlari esa ibratga sabab bo'ladi. Nafs xorliklarning zohiriy yuzlariga qarab aldanadi. Qalb esa botiniy yuzlariga qarab ibrat oladi. Bilginki, Alloh taolo bir kimsaga do'stlik eshigini ochishlikni murod qilgan vaqtda uni yaratilganlar, ya'ni maxluqotlardan uzoqlashtiradi. Namoz niyoz va ixlosning markazidir. Namoz asnosida sirlar ochiladi, nurlar tajalli qiladi. Alloh taolo insonni zaif yaratilishli ekanini bilganligi uchun namozning sanog'ini oz qildi. Inson esa Allohning ehsoniga ehtiyojli ekanini bilgani uchun bu namozning savobini ko'paytirib berdi. Insonlar orzu qilgan go'zal vasflar senda borligi sababli seni maqtaydilar. Ammo sen o'zingga ma'lum bo'lgan yomon sifatlar sababli o'zingni ayblagin. Insonlarning eng johili o'zining ayblarini aniq bilgani holda insonlarning unga bo'lgan fikriga e'tibor beradilar. Allohning nazari bilan insonlarning nazarlaridan uzoqlashgin. Insonlarning yo'nalishlaridan Allohning yo'nalishi tomon qoch. Insonlar Allohning inoyat sirrini anglamoq istarlar. Chunki Alloh taolo shunday buyurgan. Rahmatini payg'ambarlik yoki islomni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Alloh buyuk fazl egasidir. Oli Imron surasi 74-oyat. Ammo Alloh taolo ularni bunday bir tushunchalar bilan xoli qoldirsaydi, ular Allohning azaliy ilmiga ishonib, amalini tark qilardilar. Alloh buni bilgani uchun yerni Alloh xayrli ishlarga yaroqli qilib qo'ygandan keyin unda buzg'unchilik qilmangizlar. Unga, Allohga ham qo'rquv va ham umid bilan duo qilingizlar. Allohning rahmati ezgu ish qiluvchilarga yaqindir. A'rof surasi 56-oyat deb marhamat qildi. Ba'zi nurlar qalbning tashqi yuziga, ba'zi nurlar esa qalbning ichiga qadar kiradi. Senga ham ko'pgina ilohiy nurlar keladi. Faqat qalbing suratlar bilan to'lgani uchun ular kelgani kabi ketadilar. Qalbingni ma'rifat va sirlar bilan to'lishligini istasang, qalbingni tozalagin, poklagin. Haqiqiy mo'min Allohni madh qilishlik tufayli o'ziga maqtov bermagan nafsoniy orzularni tark qilib, uning o'rniga Allohning haqlarini ado qilgan kimsadir. Koinot yaratuvchisi sen qay darajada qiymatli ekaningni bilishing uchun seni g'ayb olami bilan shahodat olami o'rtasida bir borliq maxluq qilib yaratdi. Sen sadafli javhar kabisan. Bilginki, yaratilgan borliqlar maxluqotlarda yaratuvchi Allohni ko'ra olmaganing muddatcha sen yaratilgan borliqlar bilan birgasan. Uni ko'rganing vaqtda esa sen borliqlar bilan emas, borliqlar sen bilan birgalikda bo'lgay.
Aqlli inson bu o'tkinchi dunyo hayotidan ko'ra ko'proq abadiy oxirat uchun sevingan insondir. Uning zuhd nuri qalbida porlaydi, xushxabarlar esa yuzida bilinadi. U dunyo hayotiga ko'ngil bermas, undan yuz o'giradi. Bu dunyoni o'zi uchun yurt qilib olmaydi. Aksincha, butun g'ayratini Allohning rizosini qozonmoq uchun xarjlaydi va Allohdan bu qilgan harakatiga yordam so'raydi. Aql egasi bo'lgan solik, Allohga boruvchi inson shu holatda buyuk Allohga yetishish yo'lida azimatni markab qilib, Haq taoloni ma'naviy huzuriga va unga muqarrab bo'lguncha sayr-u sulukda davom etadi. Allohning ma'naviy huzuri va uning unsiyati yaqin bo'lishligi, rabboniy fathlar, subhoniy yuzlashish, ma'naviy birgalik, sir suhbatlari, ilohiy mushohadalar, tavhidiy mutolaalar, lutflarning tajalli etgan yeridir. Vuslat ahli qalbining haqiqiy vatani Allohning huzuridir. Ularning qalblari esa u yerda boshpana topadi. Allohga vosil bo'lganlar Sidratul Muntaho deya ta'bir qilingan fano maqomidan haqlar osmoniga yoki nafsoniy orzular zaminiga ilohiy yordam, ehtiyotli harakat va mukammal bir mutmainlik, ya'ni tarbiyalangan nafs bilan qaytadilar. Ular dunyo hayotiga odobsiz va g'aflatli holatda qaytmaydilar. Nafsoniy foyda uchun qaytmaydilar. Aksincha, bu maqomlarning har biriga Allohning yordamini istab, uning rizosi bilan unga tavassul qilib yetishadilar. Ey mo'min birodarim, Allohning azobiga duchor bo'lmaslik istasang, bu jamoat, tasavvuf buyuklari haqida har xil yaxshi-yomon gapiruvchilarga quloq bermagin. Zero bu jamoat haqiqiy bir bog'lanish bilan Allohga bergan so'zini ado qilishda nafslarini davomli taftish qilmoqdalar. Ular jilovlarini Allohga taslim qilgan va nafslarini uning Allohning huzurida qoldirishgan. Qalblaridan uyalib, nafslari uchun intiqom olishdan voz kechganlar. Kim Allohning vali qullariga qarshi urush ochsa, Alloh ularga qarshi urush ochdi. Ularni yengmoqchi bo'lganlarni Alloh yengadi. Alloh bu jamoatni, xususan ilm egasi bo'lganlarni yaratilganlar bilan imtihon qildi. Ammo bir insonning vali ekanini qabul qilganlar juda ham ozdir. Hamma valilar haqiqatda bor, lekin qayerdadir deydilar. Bir insonga Allohning vali qullaridan biridan xabar berilsa, u inson bu safar unga berilgan lutflarni qabul qilmaydi. Ular valilarning borligiga qalbi bilan ishonmaydilar, balki tillari bilan aytadilar. Shunday inson bilan uchrashib qolsang, arslondan qochganing kabi undan qochgin. Shayx Abu Hasan Shozali bunday deganlar: Faqih qalb ko'zidagi parda ochilgan kishi emas, yaratilishning sirrini anglagan kimsadir. Alloh insonni yolg'iz o'ziga qullik qilsin deb yaratdi. Bu diniy haqiqatni bilish, qulni dunyo hayotiga zuhd sohibi bo'lish, oxiratda yo'nalish, nafs orzulariga berilib ketmaslik, Robbining haqlariga rioya va har on hushyor holatda bo'lishlikka yordam bermog'i lozim. Allohning Rasuli alayhissalom bir hadisi shariflarda shunday marhamat qiladilar: Alloh huzurida kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan xayrli, yaxshiroqdir. Ammo ikkisida ham bir xayr, yaxshilik bordir. Kuchli mo'min qalbida ma'rifat nuri porlagan mo'mindir. Alloh taolo shunday buyuradi: Uchinchi toifa ezgu ishlarda o'zib ketgan zotlardir. Aynan o'shalar Allohga yaqin zotlardir. Voqea surasi 10-11 oyatlar. Ular Allohning rizosini qozonish uchun musobaqa qiladilar. Alloh esa ularning qalblarini o'zidan o'zga narsalardan poklaydi. Shu sababli to'siqlar ularni yo'llaridan to'sa olmaydi. Yaratilganlar ularni Allohdan to'sa olmaydilar. Ular Alloh rizosini qozonishlik uchun bo'lgan musobaqada g'alaba qozongandirlar. Insonlarni xayrli ishlardan to'sib qo'ygan yagona narsa bu Allohdan boshqasi bilan do'stlik qurishning jazbasidir. Ularning qalblari qachon Allohga yo'nalmoqchi bo'lganda, do'st bo'lgan narsalari ularni o'ziga tortadi. Chunki zehnlarida ularning tushunchasi bor. Bunday insonlar Allohning huzuriga kira olmaslar.
Qur'oni Karimda shunday marhamat qilingan: u kunda na mol dunyo va na farzandlar foyda bermas. Faqat Alloh huzuriga sog'lom dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Shuaro surasi 88-89 oyatlar. Bu oyatlar uzra fikr qilgin. Bilginki, salomat qalb Allohdan boshqa hech bir narsa bilan do'stlik qurmagan bir qalbdir. Boshqa bir oyatda kelishicha, Alloh taolo qiyomat kuni aytadi: huzurimga sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, shunday yolg'iz keldingiz. Sizlarga mulk qilib bergan boyliklarni ortingizda qoldiringiz. Oralaringizda Allohga sherik deb gumon qilib yurgan shafoatchi, oqlovchilaringizni sizlar bilan ko'rmayapmiz. An'om surasi 94-oyat. Bu oyatdan ma'no shuki, Allohga vosil bo'lish va uning rizosiga yetishishlik faqat undan, Allohdan o'zga hamma narsalardan uzilish bilan bo'ladi. Boshqa bir oyatda shunday buyuriladi: ey Muhammad, Robbingiz sizni yetim holda topib boshpana bermadimi? Zuho surasi 6-oyat. Bu oyatdan shu tushuniladiki, Alloh insonni yolg'iz o'zidan o'zga hamma narsadan uzilib, yetim kabi qolganda Alloh unga boshpana, marhamat beradi. Chunki Alloh toqdir, toqni sevadi. Ya'ni Alloh asarlari sababli borliqlarni juft ko'rmaydi. Mana shular Alloh uchun va Alloh ila birgalikda bo'lgan qalblardir. Ular ilohiy huzurda mukammal bir yaxshilikka sazovor bo'ladi. Zero ular Allohdan o'zgasiga ishonmagan, Allohning birligini, yakkayu yagonaligini uning asarlarida har lahza ko'radilar. Oriflar, ya'ni Allohni taniganlar, irfonni, ilmni Allohdan olgan va yana unga suyanganlardir. Shuning uchun Allohning yordami bilan ular birgadir. Alloh ularni har qanday g'am-qayg'udan yiroq qilgandir. Ular ham Allohning o'zlariga kafil bo'lgan xususlari bilan mashg'ul bo'lmasdan, uning buyruq va taqiqlariga itoat etish bilan band bo'lganlar. Allohning o'zlarini boshqalarga yuk qilmasligini, boylik va saxiylikdan mahrum etmasligini anglab yetganlar. Ishlarini Allohga havola qilish saodati bilan Allohga bo'ysunishni o'zlariga qalqon qilish orqali rohatga erishganlar. Alloh ham ularni sha'nlarini yuksaltirib, nurlarini ziyoda qilgandir. Foydali ilm. Ey ma'rifat yo'lovchisi, Alloh taolo seni rahmatiga burkasin. Shuni bilginki, Qur'oni Karimda va hadis shariflarda kelgan ilm bilan shu narsa qasd etilganki, u ilm Alloh qo'rquvini qamrab olgan foydali ilmdir. Jumladan Alloh taolo bu mavzuda shunday buyuradi: shuningdek, odamlar, jonivorlar va chorva hayvonlari orasida ham turli ranglari bordir. Allohdan bandalari orasida ulamolargina ko'rurlar. Haqiqatan Alloh qudratli va mag'firatlidir. Fotir surasi 28-oyat. Bu oyatdan tushunilganiga ko'ra, ilm va Alloh qo'rquvi bir-biridan ajralmaydi. Haqiqiy olim Allohdan qo'rqqan kimsadir. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatlar bunga ishorat etadi. Ayting, ey mushriklar, xoh unga ishoningiz, xoh ishonmangiz, hech qisi yo'q. Zotan ilgari ilm, Tavrat berilgan kishilar Qur'on tilovat qilingan vaqtida sajda qilgan hollarda iyak yuzlari bilan yiqilurlar. Isro surasi 107-oyat. U sizga kitobni, Qur'onni nozil qilgan zotdir. Unda shu kitobning onasi sanalmish ma'nosi aniq oyatlari va shu bilan birga yana mutashobih ma'nosi o'zidan boshqaga noma'lum oyatlar ham bor. Ammo dillarida og'ish bor kimsalar odamlarni fitnaga solish va o'z talqiniga muvofiq ma'nolar berish uchun uning, Qur'onning mutashobih oyatlariga ergashadilar. Holbuki unday oyatlar ta'vilini, asl ma'nosini faqat Allohning o'zigina bilur. Ilmda mustahkam, haqqoniy olimlar esa deydilar: unga iymon keltirdik, hamma oyatlari Robbimiz huzuridandir. Bundan faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Oli Imron surasi 7-oyat.
Qur'oni Karimda ma'nosi aniq va ravshan oyatlar bilan bir qatorda ba'zan mutashobih, ya'ni ishtibohli oyatlar, ya'ni asl ma'nosi bandasiga noma'lum murakkab oyatlar ham mavjud. Masalan, Toha surasining 5-oyatida Rahmon atalmish zot arsh uzra mustaviy bo'ldi deyiladi. Bu yerdagi mustaviy bo'ldi iborasini tik turdi, to'g'ri bo'ldi, o'rnashdi, egalladi kabi mazmunda tarjima qilish mumkin bo'lsa-da, bulardan qay biri to'g'ri ekani yoki boshqa ma'nosi borligi faqat Allohning o'ziga ma'lum. Bu kabi oyatlarga faqat iymon keltirib, Allohdan ekanini tasdiqlab qo'yishning o'zi kifoyadir. Lekin Ibn Abbos roziyallohu anhu, Mujohid ibn Jabr va Imom Navaviy rahimullohlar ularni tafsir qilish joiz deganlar. Ulumul Qur'on. Ey Robbim, menga ilmni ziyoda et. Toha surasi 114-oyat. Allohning Rasuli alayhissalom ham bu mavzuda shunday marhamat qilganlar. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Barcha oyat va hadislarda ta'riflangan bu ilm nafsning istaklarini jilovlay olgan va ularni boshqara olgan ilmdir. Zotan Allohu taoloning va Rasulning so'zlari bu ma'nodan tashqarida izohlanishdan munazzahdir. Haqiqiy ilm qullikka yordamchi bo'lgan, Allohdan qo'rqishni, uning buyruq va qaytariqlariga bo'ysunishni ta'minlagan ilmdir. Bunga ma'rifatulloh deyiladi. Ey inson, seni nafsoniy istaklarga chorlagan, nafsing to'g'ri deb bilgan bir ilm to'g'ri bo'lsa ham uni tark et. Allohning payg'ambariga nozil qilingan ilmni o'rgan. Rasuliga, xalifalarga, ashobga, tobiinga va nafsini havo va havasdan tozalagan hidoyat peshvolariga tobe bo'l. Shunday qilsang shubhaning, gumonning, vasvasaning va asli yo'q fikrlarning baridan qutulasan. Allohning birligini o'rgatgan ilm senga ilm o'laroq yetar. Alloh, payg'ambar, sahoba sevgisini senga qozontirgan va ahli sunnat aqoidini o'rgatgan bilim seni uchun yetarlidir. Allohning vali qullariga bergan ne'matlaridan nasibalanishini istasang, Qur'on va sunnatga muvofiq holda yasha va seni Allohning yo'liga yetishtiradigan kimsalardan tashqari hammadan uzoqlash. Istaklaringni Robbingga so'zla. Boshqalarning emas, faqat uning zikri bilan mashg'ul bo'l. Shayx Abu Abbos Marsiy rahimulloh Allohga qasam bo'lsinki, men ustunlikni faqatgina xalqdan lutf va ehson kutmaslikda topdim deganlar. Alloh seni rahmatiga burkasin. Shuni unutmaki, Alloh taolo ular qasamki, agar Bani Mustaliq jangidan Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan haydab chiqarur derlar. Holbuki kuch-qudrat faqat Allohniki, uning payg'ambarlariniki va mu'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Munofiqun surasi 8-oyat deb buyurgan. Alloh taolo mu'min qulining ustun deb hisoblanishining sababi u qulning istaklarini faqat Robbiga arz etishi va yolg'izgina unga suyanib ishonishidir. Allohning senga iymon libosini kiydirib ma'rifat bezagi bilan go'zallashtirgandan keyin yaxshilikni Allohdan emas, maxluqotlardan tilaydigan darajada g'aflatga tushganing uchun Allohdan uyalishing kerak. Bir bandaning Allohning mulk egasi ekanini bila turib, boshqa birovga ehtiyojlarini arz etishi qanchalar xunuk holat. Qur'oni Karimda bu haqda shunday marhamat qilingan. Alloh o'z bandasiga, Muhammadga uni asrashda yetarli emasmi? Zumar surasi 36-oyat. Ushbu oyat ham xuddi shu buyruqni ta'kidlaydi. Ey iymon keltirganlar, bitimlar, ahdlarga vafo qilingiz. Moida surasi 1-oyat. Bu oyat karimada zikr etilgan bitimlardan biri ham faqatgina unga ishonish va faqatgina undan yordam so'rashdir. Allohning do'stlari maxluqot yaratilganlardan yordam so'ramaydi. Bu ularning o'lchovlaridir. Alloh taolo bu xususda: ey insonlar, muomalada, vaznda adolat o'rnatinglar. Rahmon surasi 9-oyat deb buyuradi. Rostgo'y kishi rostgo'yligi bilan, yolg'onchi kishi esa yolg'oni bilan maydonga chiqadi.
Alloh taolo rostgo'y bo'lmagan faqirlarni ichlaridan nafsoniy xohishlarini yuzaga chiqarish bilan imtihon qiladi. Zero ular eshiklaridan quvilgan bir o'tkinchi dunyoga ko'ngil qo'yishgan, insonlarga bo'yin ekkan, ularning xohishlariga ko'ra harakat etib o'zlarini tubanlikka tushirganlar. Ular tashqi ko'rinishlarini kelinlardek bezaydilar, ammo ichlari, qalblarini unutib qo'yadilar va ular ichki olamlarini go'zal qilishni o'ylamaydilar. Allohga qasamki, Alloh ularni shunday yomon sifat bilan sifatlaganki, bu butun yomon vasflarni yuzaga chiqargan. Buning natijasida ularning Allohga bo'lgan munosabatlari zaiflashgan. Agar ular bitim kelishuvlariga sodiq qolganlarida edi, ular Akbarning quli deb atalgan bo'lardi. Ammo bunday harakat qilmaganlari bois hukmdorning quli deyildi. Bunday insonlar Allohga qarshi yolg'onchi bo'lib, ibodat qilgan kishilarni valiylarning suhbatlaridan uzoqlashtiradilar. Xalq ularga ko'rgan hol va harakatlarni xoh to'g'ri bo'lsin, xoh noto'g'ri bo'lsin, butunlay Alloh do'stlariga nisbat beradilar. Aslida ular haqiqat ahlining pardasi, tavhid ahli quyoshining bulutlaridir. Hujumdan oldin do'mbiralarini chalib, sovutlarini kiyadilar, ammo jang boshlanishi bilan tum-taraqay qochadilar. Tillari ravon so'zlashishiga qaramay, taqvodan yiroqdirlar. Go'yoki ular Alloh taoloning ushbu buyrug'ini eshitmaganlar. Bu rostgo'ylardan qiyomatda sodiqliklari haqida so'rash uchun edi. Alloh kofirlar uchun alamli azob tayyorlab qo'ygandir. Ahzob surasi 8-oyat. Alloh taolo hatto rostgo'ylarni rostgo'yliklaridan javobgar qilgani holda bunday iddaochilardan hisob so'ramaydimi? Ular Alloh taoloning ushbu buyrug'ini eshitmaydilarmi? Ayting, ishlangizlar. Albatta, Alloh rasuli va mu'minlar ishlaringizni ko'rajaklar. Shuningdek, albatta, g'oyib va oshkora ishlarni biluvchi zot huzuriga qaytarilursizlar. Bas, o'shanda sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini berur. Tavba surasi 105-oyat. Ular rostgo'y insonlar kiyingandek kiyinishga urinadilar. Holbuki istiqomat yashash tarzlari haqdan yuz burganlar bilan bir xildir. Xususan, uylarga, eshiklaridan kiringiz va Allohdan qo'rqingiz. Shoyat shunda tole topsangizlar. Baqara surasi 189-oyat. Buyrug'ida shunga ishora bordir. Rizq eshigidan rizqlanish uchun rizq sohibiga bo'ysunishing kerak. Allohga isyon qila turib, undan senga rizq berishini qanday istaysan? Buyruq va qaytariqlarini oyoq osti qilib, senga boylik eshigini ochishini qanday kutasan? Bir hadisi sharifda Allohning dargohida bo'lgan narsaga uning g'azabini qozonish bilan yetishib bo'lmaydi deyilgan. Undan rizq istaydigan banda uni rozi qilishi kerak. Zero Qur'oni Karimda shunday marhamat qilingan. Kim Allohga taqvo qilsa, u unga tashvishlardan chiqish yo'lini paydo qilur. Yana uni o'zi o'ylamagan joydan rizqlantirur. Taloq surasi 2-3-oyatlar. Shu sababdan Abu Abbos Marsi rahimulloh Alloh taolodan rizq istagandan keyin ushbularni aytgan. Rizq dunyoda haqiqatga yetishishga mane bo'lmagan, oxiratda ham bandani azobga giriftor qilmagan narsadir. Bu rizqqa sohib bo'lganlar nafsoniy orzulardan yiroq, ayb va xatolarsiz bo'lgan tavhid ilmiga sohibdirlar. Tavakkul. Ey inson, Alloh bilan birga ta'bir qilaman deya urinishdan voz kech. Zero bunday kimsaning holi mana bu qulning holiga o'xshaydi. Sohibi uni o'ziga bir kiyim tiktirish uchun shaharga yuborgan. Qul esa shaharga borish bilan kimga uylansam ekan, kim bilan yashasam ekan deya o'ylab boshlaydi. Barcha vaqtini va harakatini shunga sarflaydi. To hojasi uni qaytishini buyurguncha shunday qilib vaqtini behuda ketkazadi. Bu hojasi uning buyrug'ini tinglamasdan nafsining orzulariga berilgan bu qulni qattiq jazolaydi. Ey mu'min, sen ham xuddi shu qul kabisan. Alloh taolo seni bu o'tkinchi dunyoda o'ziga ibodat qilishing uchun yaratdi.
Senga yaxshilik bo'lishi uchun barcha kerakli tadbirlarni oldi. Bordi-yu, hojang buyurgan topshiriqlarni bajarmasdan nafsing istaklari tomon chopadigan bo'lsang, hidoyat yo'lidan chiqib, falokat yo'liga kirgan bo'lasan. Tadbirli kishi bilan tadbirsiz kishining Alloh huzuridagi ahvoli mana shu ikki qulning holatiga o'xshaydi. Bir hukmdorning ikki quli bor. Ulardan biri kiyinishga, yeb-ichishga berilmasdan ko'proq hojasining buyruqlarini bajarishga harakat qiladi va afandisining xizmatida bo'lishni o'ziga yagona vazifa deb biladi. Bu maqsad uni o'z orzu-istaklari bilan mashg'ul bo'lishdan yiroq qiladi. Ikkinchi qulga esa qachon hojasining ehtiyoji tushsa, yo o'z libosini yuvayotgan, o'z ulovini qashlayotgan yoki libosini tartiblayotgan holda topadi. Bu vaziyatda birinchi qul barcha diqqat va g'ayratini hojasining buyruqlariga safarbar etgani uchun ikkinchi quldan nihoyatda afzaldir. Chunki bir qul o'z nafsining istaklarini bajo qilishi emas, sohibining buyruqlarini bajarishi lozimdir. Basirat va tafqid sohibi bo'lgan qul birinchi qul singari bo'lmog'i shart. Unga qachon qarasang, o'z ishlarini emas, Allohning buyruqlarini bajarayotgan holda topasan. U bu holda harakat etarkan, Alloh ham uning barcha ishlarini o'z zimmasiga oladi. Allohga bo'lgan ishonchi, ixlosi va to'g'riligi sababli unga eng ulkan lutf va ehsonlar yo'llaydi. Alloh taolo bu xususda shunday buyurgan: kimki Allohga tavakkul qilsa, bas, Allohning o'zi unga kifoya qilar. Taloq surasi 3-oyat. G'ofil insonda esa bu qanoat va ixlos tuyg'usi bo'lmaydi. Qachon qarasang uni o'z hayotini yaxshilash harakatida, orzulari ortidan chopayotgan holatda topasan. Qulning Alloh huzuridagi holati bolaning onasi yonidagi holati kabidir. Ona farzandining yeb-ichishini o'z zimmasiga olgani uchun bu vazifani hech bir vaqt unutmaydi. Bolasi ustidagi parvarishini aslo tark etmaydi. Qulning vaziyati ham xuddi shunday. Alloh taolo uning hamma narsasini o'z zimmasiga olgan. Unga barcha turdagi ne'mat va imkoniyatni beradi. Barcha balo va mashaqqatlardan uzoqlashtiradi. Insonning bu dunyodagi holati mana bu qulning holatiga o'xshaydi. Hojasi unga bir yerga borishni buyurgan. U yerdan boshqa joyga ketishini bildirib, yaxshilab tadarik ko'rishni amr qilgan. Bunday holatda shubhasiz u qul endi boradigan yurtga kerakli bo'lgan, u yerda qolishga yordam beradigan ne'matlarni tayyorlashi kerak bo'ladi. Alloh taolo ham bu qulni foniy dunyoda yaratib, u yerdan boshqa haqiqiy vatani uchun tayyorgarlik ko'rishni buyurgan. Ey mo'minlar, safarga, oxirat uchun ozuqa bilan chiqing. Eng yaxshi ozuqa taqvodir. Taqvoni menga qilingiz, mendan qo'rqingiz, ey oqillar. Baqara surasi 197-oyat. Alloh taolo qulning oxirat uchun ozuqa tayyorlashini buyurib, bu xususda yordamchi bo'luvchi har turli ne'matlardan istifoda etishni unga muboh qilgandir. Ayni shaklda qulning Alloh bilan vaziyati hukmdorning saroyiga bir ish uchun keltirilgan xizmatkorning vaziyatiga o'xshaydi. Hukmdor bu xizmatkorni och qoldirmaydi, chunki u boy va saxiydir. Ey inson, dunyo Allohning saroyidir. Saroydagi xizmatkor esa sensan. Bajarishing kerak bo'lgan ish qullikdir. Qilgan ishing uchun to'lov sifatida jannatni qozonasan. Shuningdek, bir hukmdor jang qilishni istagani askarning ehtiyojlarini qanday qarshilasa, Alloh ham qulining ehtiyojlarini shunday ketkazadi. Chunki Alloh taolo insonlarga nafs hamda shayton bilan kurashishlarni buyurgan. Albatta, shayton sizlarga dushmandir. Bas, uni dushman tutinglar. U o'z firqasini, ya'ni o'ziga ergashganlarni do'zax ahli bo'lishga da'vat qilur. Fotir surasi 6-oyat. Shu sababli qulning shayton bilan kurashishni buyurgan Alloh taolo bu kurashda qulga yordamchi turli imkonlardan foydalanishga izn bergan. Aks taqdirda inson unga qullik qila olmaydi.
uning xizmatida bo'la olmaydi. G'aflat. Dunyo tashvishlariga berilib, oxirat tayyorgarligini tark etgan kimsa o'zini parchalash uchun ustiga bostirib kelayotgan vahshiy hayvonga parvo qilmasdan ustiga qo'ngan kichkina pashsha bilan kurashayotgan va shu tufayli haqiqiy tahlikaga uchrayotgan kimsaga o'xshaydi. Bunday kimsa faqat aqlsiz kishidir. Aqlli kishi sherni ko'rganda pashsha bilan kurashib o'tirmaydi. Dunyoviy istaklariga berilib, oxiratga tayyorgarlik ko'rishni unutgan kishi esa haqiqiy aqlsiz kimsadir. Chunki ozgina aqli bo'lganda edi, oxiratga tayyorgarlik ko'rish uchun harakat qilgan bo'lardi. Rizq tashvishida butun umrini sarflamas edi. Shuni bilginki, uxroviy tashvish oldida rizq uchun qilingan tashvish sher tahlikasi oldida pashsha tahlikasidek farqlidir. Mulkka oid. Inson bor yo'g'i bir qul ekanini, hojasi huzurida hech bir narsaga sohib emasligini anglamog'i kerak. Shu sababli qo'lda bor bo'lgan narsalarga ham, ehson qilinganlarga ham ishonmasligi lozim. Bilaks, hojasi u uchun nimani tanlagan bo'lsa, u ham shuni tanlamog'i kerak. Agar hojasining orzusi uni to'plash bo'lsa, hojasining istagi uchun to'plashi, xarjlashni istasa, hojasining rizosi uchun sarflashi lozimdir. Bir qul pulini xarjlamasdan to'plagani uchun aybdor qilinmaydi. Chunki u o'zi uchun emas, hojasi uchun to'plagan. Irfon sohiblari mana shu qulga o'xshaydi. Bir narsani xarjlagan bo'lsalar, faqat Alloh uchun xarjlaydilar. Bordi-yu to'plagan bo'lsalar, bu ham Alloh uchundir. Ular barcha ishlarda Allohning rizosini maqsad qiladilar. Sarflaganlarida ham, to'plaganlarida ham faqatgina uning roziligini olish uchun qiladilar. Ular ishonchli bir xazinabondirlar. E'tiborli va itoatli kimsalardirlar. Alloh taolo ularni ashyolarga, narsalarga qullikdan qutqargan. Qalblarida dunyoviy narsalarga muhabbat yo'qdir. Chunki ularning qalblari Allohga bo'lgan sevgi muhabbat bilan to'ladir. Bu sevgining buyukligi ularni boshqa har turli sevgidan yiroqlashtiradi. Alloh taoloning ham o'zlariga, ham sohib bo'lganlariga sohib ekanini nihoyatda yaxshi bilganlari uchun uning o'zlariga berganlarini o'zlariga bermasdan oldingi hollari bilan, ya'ni Allohning xazinasida qanday bo'lsalar, xuddi shunday muhofaza etadilar. Tadbir. Tadbir ikki turli bo'ladi. Birinchisi qoralangan tadbir, ikkinchisi maqtalgan tadbir. Qoralangan tadbir nafsning xursandchiligini maqsad qilgan, ichida Allohning rizosi bo'lmagan tadbirdir. Gunohga, g'aflatga, riyokor ibodatga moyil qilingan tadbir bunga misol bo'ladi. Bu maqsadda olingan barcha tadbirlar qoralangan tadbirdir. Chunki bunday harakat yoki Alloh taolaning g'azabini keltiradi yoki qul bilan Alloh orasiga parda tortadi. Aqlning qiymatini bilgan kimsa Allohdan uyaladi va aqlini Allohning sevgisiga loyiq bo'lmagan ishlarga qo'llamaydi. Aql bu Alloh taoloning qullariga baxsh etgan eng buyuk ne'matidir. Alloh taolo yaratgan maxluqotlariga ijod va madad ne'matini lutf etgan. Barcha borliqlar bu ikki ne'matga tengdirlar. Alloh taolo odamzodni boshqa maxluqotlardan farqli yaratishni murod qilgan va unga aql ne'matini berish bilan uni boshqa yaratıqlardan kuchli qilgan. Aqli tufayli inson boshqa borliqlardan ustundir. Yana shu aql orqali odamzodga ne'matning barchasi berilgandir. Aql va uning nuri dunyo va oxirat hayotining nizomini to'ldiradi. Ahvol shunday ekan, aqldek bir ne'matni Alloh nazdida hech qanday qiymati bo'lmagan dunyoviy maqsadlarga foydalanish bu ne'matning qadrini bilmaslikdir. Uni oxirat hayotiga ma'mur etish tashvishida qo'llanish, uni inom qilgan va o'z nuri bilan yoritgan Alloh taologa shukr uchun ishlatish eng munosib ishdir. Alloh odamzodga aqli tufayli shuncha lutflarni beradi. Shu sababli aqlni behuda ishlarga qo'llamaslik kerak. Maqtalgan tadbir bu insonni Allohga yaqinlashtiradigan tadbirdir.
Yaratiqlardan uzoqlashish, tavba qilish, nafs istaklarini bajarmaslik, shaytonni yengish, tafakkurga sho'ng'ish kabi ishlar uchun qilingan hozirliklar bu tadbirga misol bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir hadisda 1 soatlik tafakkur 1 yil ibodat qilgandan xayrliroq deb marhamat qilganlar. Dunyoviy va uxroviy tadbir. Sabablar dunyosida maqtanish uchun mol to'plashga urinish dunyoviy tadbir deyiladi. Ammo buni bilish kerakki, dunyoda to'plangan hamma narsa o'zi bilan birga g'aflatni ham biriktiradi. Buning yaqqol misoli bir kishining muvofiqlikdan nomuvofiqlikka borishidir. Dunyoda ekanida uxroviy tadbirda bo'lish, halol rizq topish, faqirlarga ehson bo'lish hamda tijoratda kerakli g'ayratni ko'rsatishdir. Buning eng yorqin misoli esa boylikning dunyoviy maqsadlar bilan ko'paytirishga urinmasdan, aksincha insonlar uchun yaxshilik va ikromlarga sarflashdir. Dunyo ne'matini maqsad qilgan har kim ayblanadi. Bunday kimsalar bu dunyoni Robbi uchun emas, o'zi uchun, oxirati uchun emas, buguni uchun orzu etadilar. Shu sababli insonlarni 2 turga ajratish mumkin. Birinchisi, dunyoni bu dunyo uchun istaydiganlar, ikkinchisi dunyoni oxirat uchun istaydiganlar. Shayx Abul Abbos Marsiy shunday deganlar: Irfon sohibi bo'lgan kishining na dunyosi, na oxirati bor. Uning dunyosi oxirat uchun, oxirati esa Robbi uchundir. Sahobiylar hamda salafi solihlar mana shunday kishilardir. Ular qaysi sabablarga yopishgan bo'lsalar, shu bilan Allohga yaqinlashishni niyat qilganlar va uning rizosiga mos holatda harakat qilganlar. Ular bu dunyoning bezaklari va nashasini maqsad qilmagan. Shu sababli Alloh taolo ularni maqtab zikr qiladi. Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lgan mu'minlar kofirlarga qahrli, o'z oralarida mu'minlarga nisbatan esa rahim shafqatlidirlar. Fath surasi 29-oyat. Alloh taolo tomonidan sevilgan, Rasulning sahobasi holida o'tgan va Qur'oni Karimda bahs etilgan bir jamoa haqida nima deyish mumkin? To qiyomatga qadar har mu'minning yelkasida ularning haqlari bordir. Zero ular diniy hukmlarini Alloh rasulidan olib bizga yetkazadilar. Halol va haromni o'rgatadilar. Shaxsiy bo'lganda xos holatda hamda umumiy bo'lganda omma holatda bildiradilar. Jumladan, Alloh rasuli ular haqlarida shunday marhamat qilganlar: Mening ashoblarim yo'l ko'rsatuvchi yulduzlar kabidir. Qaysi birlariga ergashsangiz, to'g'ri yo'l topasiz. Alloh taolo boshqa bir yerda sahobalarning bir necha go'zal sifatlarini eslagandan so'ng shunday buyuradi: U o'ljalar yana o'z diyorlaridan va mol-mulklaridan haydab chiqarilgan zotlar, kambag'al muhojirlarnikidir. Zero ular Allohdan fazl va rizolik istaganlar hamda Alloh va uning payg'ambariga yordam berganlar. Aynan o'shalar iymonlarida sodiqdirlar. Hashr surasi 8-oyat. Bu oyat sahobalarning moddiy va ma'naviy dunyoviy biror narsa istamaganini, faqatgina Allohning rizosini va lutfini maqsad qilganligini ko'rsatadi. Boshqa bir oyat karimada esa shunday buyurilgan: U chiroq ko'tarilishiga, qurilishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga Alloh izn bergan uylarda, masjidlardadir. U masjidlarda ertayu kech unga tasbih aytadigan. Nur surasi 36-oyat. Bu oyatlardan ma'lumki, Alloh taolo ularni savdo sotiq qilishdan man etmagan. Allohning haqlariga rivoyat etib, boylikka ergashganlari uchun ushbu boyliklarni ularning haq maqtovini qozonishlariga moni bo'la olmagan. Abdulloh ibn Utba radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadisi sharif naqadar e'tiborga loyiqdir. Abdulloh ibn Affon shahid qilingan kuni 500 ming dinori va 1 million dirhami bor edi. Shuningdek, 1000 otga, 1000 ta qulga va Eris, Haybar, Vadil Qura,
orasida qolgan 2 dinor qiymatidagi serhosil tuproqqa sohib edi. Amr ibn Os vafot etganda 300 ming dinori bor edi. Zubayr ibn Avvom vafot etganda boyligi 50 ming dinorga yetgan edi. Shuningdek, 1000 ta ot hamda shuncha quli bor edi. Abdulloh ibn Affonning boyligi esa xalq orasida tillarda doston edi. Dunyo ularning qalblarida emas, hovuchlarida edi. Ular yo'qlikka sabr, to'qlikka shukr qildilar. Alloh taolo ularning qalblari butkul poklansin deb eng avval yo'qsillik bilan imtihon qildi. So'ngra esa ularga dunyolarni tortiq qildi. Agar boylik yo'qlikdan oldin berilganda edi, balki ba'zilari xatoga tushishlari mumkin edi. Shu sababli ularda yaqin ilm hosil bo'lgach, Allohni yaqinan taniganlaridan keyin mol berildi va ular sohib bo'lgan mollarini ishonchli bir xazinador kabi sarflab, olamlar Robbining ushbu amriga bo'yin egdilar. Ey insonlar, Allohga va payg'ambari Muhammadga iymon keltiringlar hamda u sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalardan, boyliklaringizdan ihson qilingizlar. Ey insonlar, Allohga va payg'ambari Muhammadga iymon keltiringizlar hamda u sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalardan, boyliklaringizdan ihson qilinglar. Bas, sizlardan iymon keltirgan va ihson qilgan zotlar uchun katta mukofot bordir. Hadid surasi 7-oyat. Yana ta'kidlaymizki, dunyo ularning qalblarida emas, hovuchlarida edi. Misol uchun, Hazrat Umar roziyallohu anhu boyligining yarmini, Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu hammasini, Abdulloh ibn Affon mollari ortilgan 700 ta tuyasini Alloh yo'lida sarflashga og'rinmaganlar. Hazrat Usmon roziyallohu anhu esa ulkan bir qo'shinni bir o'zlari ozuqa bilan ta'minlagan va boshqarganlar. Alloh taolo ulardan abadiyan rozi bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, barcha oyatlar ularning botinlarini va zohirlarini poklaganlarini, sharafli harakatlarda bo'lganlarini ko'rsatadi. Bularning nuri ostida ko'rinadiki, g'aflat ichida qolganlarning tadbiri dunyoviy tadbirdir. Ashobning va salaf solihlarning tadbirlari esa uxroviy tadbir sirasiga kiradi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin va bizlarni ularga tobe bo'lganlardan etsin.